23 aprel kuni ayrim hududlarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet xizmati ma'lum qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 10-15 daraja iliq. Kunduz kuni 28-33 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 10-15 daraja iliq. Kunduz kuni 24-29 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 10-15 daraja iliq. Kunduz kuni 23-28 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 10-15 daraja iliq. Kunduz kuni 24-29 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sekundiga 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 7-12 daraja iliq. Kunduz kuni 20-25 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 2-7 daraja iliq. Kunduz kuni 12-17 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.